Bugungi kunda ayollar ko'proq nimadan qiynaladi? Tushunilmaslikdanmi yoki ro'zg'ordanmi? Tushunilmaslikdan. Oila tarafdan. Aynan turmush o'rtog'i tomonidan tushunilmaslikdan. Aslida ayolga hamma yengillik yaratib berish kerak. Turmush o'rtoq ayolga yengillik yaratib berish uchun ayol uchun yaratilindi. Erkak uchun ayol unga ham yengillik yaratish uchun, ya'ni uni emotsional og'irliklarni olish uchun deymizmi, yaratilindi. Ya'ni bir-biriga kerak qilib yaratilindi, lekin bugungi kunda ayollar haddan ortiq vazifalarni bajaryapti, lekin erkaklar o'zining vazifasiga mas'ul bo'la olmayapti va erkaklarning vazifasi ham ayollarning bo'ynida qolib ketyapti. Farzand tarbiyasi faqat ayol kishining ishi emas. Farzand tarbiyasida otaning o'rni ham, roli juda ham katta. Bu narsalar haligi bolalar tarbiyasi, uy yumushlari, boshqalar hammasi ayolniki deb qarashlar va bugungi kunda ayoli ham oilada, ham jamiyatda rivojlanishga majbur. Va eng qizig'i, ishlab kelayotgan erkak ishlab kelgandan keyin dam olishga haqli. Ishlab kelayotgan ayolchi u kelgandan keyin ishlab kelgani uchun o'zini aybdor his qilib ovqat qilishga majbur.